Assalomu alaykum dehqonlar, fermerlar. Jamshid akam bilan Qibray tumaniga keldik. Bugungi chislomuz 2025-yil 20-iyun. Jamshid aka, nimaga bu yoqqa keldik Qibrayga? Xo'p, bugun Qibray tumaniga kelishimizning asosiy sababi hozirgi kunda deyarli butun respublikamizda keng tarqalib ketayotgan kasalliklardan biri bakterial rak kasalligi haqida gaplashamiz. Xo'p, bakterial rak kasalligi hozirgi kunda bulg'or qalampirida, undan tashqari pomidorda, bodringda, tarvuzda, poliz ekinlarida, shu bilan birgalikda kartoshkada, juda ko'p o'simliklarda, do'kekli o'simliklarda ham keng tarqalayotgan bakterial rak kasalligi haqida gaplashamiz. Mana shu uchun Toshkent viloyati Qibray tumaniga keldik. Bu kelgan maydonimizda deyarli hamma ekin turlari bor ekan. Mana oldimizda tarvuz turibdi, qovun turibdi, bulg'or qalampiri, baqlajon, pomidor turibdi. Shu bilan birgalikda soya ham turgan ekan. Mana loviya turibdi. Mana shu joylarda tarqalgan kasallik haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xo'p, bu kasallik qanaqa kasallik? Bu o'simliklarga qanday jiddiy zarar yetkazadi? Mana shular haqida ham ma'lumotlarni berib o'tamiz. Undan tashqari, ularni ko'payadigan, rivojlanadigan o'simliklarga jiddiy zarar yetkazadigan haroratlari haqida gaplashamiz. Ularni hosildorlikka ta'siri haqida gaplashamiz. Ularni simptomlari haqida gaplashamiz. Shu bilan birgalikda davo choralarini qanday ko'rishligi haqida ham gaplashib o'tamiz. Xullas, bu videomizdan hamma ma'lumotlarni bemalol olishlar ekan. Xudo xolisa keng qamrovli yoritib berishga harakat qilamiz. Jamshid aka, bu kasallikni oldindan prognoz qila olamizmi? Qaysi temperaturada optimal rivojlanishi qanaqa bo'ladi? Shu haqida ma'lumot bera olasizmi? Xo'p, bu kasallik Clavibacterium michiganensis bakteriyasi tarqatadi. Bu kasallik Clavibacterium michiganensis bakteriyasi tarqatadi. Xo'p, bu kasallikni oldindan prognoz qilish hammasi haroratga bog'liq. Doimiy tarzda kunlik o'rtacha sutkalik haroratni yozib borish kerak bo'ladi. Sifrlar bizga kunlik o'rtacha sutkalik harorat yozib borganimizda kunlik haroratni ma'lumotlariga qarab turib kasallik prognoz qilish mumkin bo'ladi. Xo'p, bu kasallik avval qaysi haroratlarda yaxshi rivojlanadi, optimal rivojlanadi va rivojlanishi chegarasi qanaqa degan savollarga javob berib o'tadigan bo'lsak, xo'p, bu kasallik minimal harorat 15 dan 20 gradus haroratda, o'rtacha sutkalik haroratda sekin rivojlanishni boshlaydi. Undan tashqari optimal rivojlanishi 25 gradus bilan 27 gradus oralig'ida juda optimal rivojlanadi. Juda ko'p o'simliklarga jiddiy zarar yetkazishi boshlaydi. Ana endi maksimal darajada, maksimal chegarasi qanaqa deb aytiladigan bo'lsa, maksimal chegarasi 47-50 gradus harorat, o'rtacha sutkalik harorat bo'lganda o'shangacha rivojlanadi, undan keyin to'xtaydi. Bu kasallik bakteriyasi, xo'p, o'rtacha sutkalik harorat 53-57 gradus bo'lganda kasallik o'lib ketadi, nobud bo'ladi kun issig'idan, haroratni issiqligidan. Shu uchun ham bu kasallik injiq kasalliklarning turiga kiradi. Bizda misol uchun hali shu paytgacha o'rtacha sutkalik harorat doimiy tarzda 55, 57 yoki 60 darajada kuzatilmadi. Maksimal darajada 50 bo'lib kelyapti. Shu kunlarda dalalar, ekin maydonlarining o'zida bu graduslarda bu bakteriya o'lmaydi. Shuning uchun ham ekinlar bakterial rak kasalligi bilan doimiy yashashga majbur, tez-tez yuqib ketaveradi bu kasallik. Xo'p, ana endi bu kasallikni qanaqa simptomlariga qarab ajratishni ham aytib o'tib ketamiz, ko'rsatib o'tamiz. Nimalarga e'tibor beriladi, qanaqa uni simptomlari qanaqa bo'ladi, shu bilan birgalikda tarqatuvchilari qaysi zarar kunanda hasharotlar bo'ladi. Mana shular to'g'risida ham ma'lumotlarni berib o'rtoqlashib ketamiz. Xo'p, eng avval mana men oldimda turgan tarvuzni paleyni oldiga olib kelib ko'rsatasiz. Qarang, bu kasallik xuddi fuzarioz kasalligiga o'xshab turib, pastki barglardan tepaga qarab qurishni boshlaydi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana pastki barglar ildiz yaqinidan joylashgan barglardan eng tuproqqa yaqin joylashgan barglardan qurishni boshlaydi. Shu bilan birgalikda yana e'tiborli jihati shuki, fuzarioz kasalligida misol uchun pastki barglarda
qurishni boshlaydida undan keyin tepadagi barg yurib ketadigan bo'lsa, bu xuddi shunaqa tepadagi bargga yurib turib ham keyin bachkalab ketadi. Mana bachkalashni boshlayapti, ko'rayotgan bo'lsangiz, yonidan shoxlaydi. Keyin eng asosiy yana bitta simptomi, e'tibor beriladigan simptomi, mana bunaqa har xil poyada yaralar paydo bo'ladi, yorug'lar paydo bo'ladi. Bu endi boshlanayotgan stadiyasi bo'lganligi uchun endi mana hali yaralar paydo bo'lmagan, lekin sekin astalik bilan yaralar paydo bo'lishni boshlaydi. Pastki barglar mana o'z ko'rganingizdek qurib ketayotgan bo'ladi. Mana e'tiborli jihati shu. Keyin mana hozir qarang, mana bolgaraga ham olib kelasiz, bu qalampiriga mana ko'rayotgan bo'lsangiz qurib qolgan. Keyin yana bitta asosiy simptomlaridan bittasi mana tanaga ham e'tibor berasiz. Tana birinchi to'g'ri o'sgan, sal qiyshaygan, keyin yana to'g'ri o'sib ketgan holatlari bor. O'simlik mana bunaqa bulg'or qalampirida, undan tashqari fasollarda, loviyalarda barglari ham g'adir-budir dog'lar bo'lib qoladi. Mana pastki barglar ko'rayotgan bo'lsangiz, qurib qo'yotgan joylari bor. So'lib qo'yapti, qurib qo'yapti. Mana bular umuman qurib qolgan. Keyin yana bir asosiy simptomlaridan biri o'simliklar o'sishdan taqataq to'xtab qoladi. Xuddi o'smagandek, shunday joyda qotib qolgandek bo'lib tuyulib turaveradi. Bu kasallik asosiy simptomlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Hozir pomidorga ham borib ko'rsatib ketamiz. Pomidorda nisbatan sal boshqacharoq shakllanadi bu kasallik, rivojlanadi. Uni alohida simptomlarini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, fasollarda ham xuddi shunaqa. Mana qovunni ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, yaqinroq olib kelasiz. Kamerangizni e'tiborli jihati mana berib turing menga yaqinroq. Demak, yerga nisbatan mana e'tiborga olinadigan jihat mana pastki barglardan qovunlar mana ko'rayotgan bo'lsanglar, sarg'ayib ketyapti. Bu asosiy simptomlardan biri bo'lib hisoblanadi. Aynan e'tiborli jihatlari shu bo'ladi. Kasallikka diagnoz qo'yish, simptomlariga e'tibor berish mana shulardan boshlanadi. Sal nariroqda sog'lom qovun turibdi, yonida bo'lsa mana kasallangan qovun turibdi. Demak, tuproqda saqlanib qolinar ekanda bu. Tuproqda bu kasallik tuproqda saqlanib qoladi. Shu bilan birgalikda keyin undan tashqari buni so'ruvchi hasharotlar, yo bo'lmasa kemiruvchi hasharotlar ekindan ekinga o'tayotganda, yo bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri zarar keltirayotgan paytida yuqtirib ketadi. Bu kasallik endi saqlanib qolish muddatlarini ham aytib o'tib ketadigan bo'lsak, bu kasallik 8 oygacha tuproqda saqlanib qoladi. Undan keyin o'lib ketishi mumkin. 8 oy mobaynida har xil o'simliklar baribir ekiladi. Bizani respublikamizda 8 oy davomida qish bo'lmaydi, misol uchun. Bo'lsa, aytaylik 3 oy, 4 oy qish bo'lyapti. Salqin havoli qishlarimiz bo'lyapti. Hozirgi oxirgi yillarda kuzatilayotgan qish oylarimiz unaqa sovuq kelmayapti, qattiq qorli kelmayapti. Bu kasallik saqlanib qolish uchun qulay sharoit bo'layotganligi uchun ham keng tarqalib ketyapti. Bu kasallik o'zi kuzatilishi boshlagani oxirgi 2-3 yilda kuzatilyapti. Keyin e'tibor beradigan jihati bor yana. Dorilarni tanlayotganda to'g'ri tashxis qo'yish kerak bo'ladi. Ko'pchilik endi bizga ma'lum, do'konimizda savdo qilayotganimizda dehqonlarimizning gap so'zidan, yo bo'lmasa dehqonlardan olayotgan ma'lumotlardan ma'lumki, bakterial kasallikka zamburug' uchun ishlaydigan fungitsidlar berib qo'yishyapti. Bakteriotsidlar emasda, zamburug'lar uchun fungitsidlar ishlatib qo'yishyapti. Bu o'z-o'zidan foyda bermaydi. Bakterial kasalliklarga bakteriotsidlar ishlatiladi. Videomiz oxirida bu to'g'risida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Mana pomidor ekilgan qatorimizga ham keldik. Bu yerda turasiz, men yaqinroqdan ko'rsataman. E'tibor beradigan jihatimiz bor. Mana bu pomidorimiz ko'rayotgan bo'lsanglar, pastki barglardan tepaga qarab sekin qurishni boshlayapti. E'tiborli jihati shu. Bu kasallik asosiy simptomi barglarga qaraladi. Barglar pastdan tepaga qarab qurishni boshlaydi. Baqlajonlar ham xuddi shunaqa ekan. Baqlajonlarda ham xuddi shunaqa. Baqlajonlarda ham pastki barglar tepaga qarab qurishni boshlaydi, o'sishdan to'xtatib qo'yadi ekinlarni. Ko'pchilik fermerlar buni mikroelement berib kuydirib qo'ydik deyapti-ya. Yo'q, shunaqa tashxis qo'yish o'zlaricha. O'zi to'g'ri tashxis qo'ymagunigacha bu davo choralari ko'rib bo'lmaydi. Davo chorasini to'g'ri ko'rib bo'lmaydi. Mana keyin e'tibor berasiz. Qarasangiz, mana bu yerda ham
pastki barglar sekin sekin qurishni boshlayapti. Mana pastki barglar qurib qo'yapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Mana. Mana bu bitta pomidor umuman qurib ham qolgan. Mana ko'ryapsiz. Qurib qolgan jihati mana shu. Qurib yo'q qo'ygan. Pomidorlardagi asosiy simptomlari shulardan iborat. Keyin undan tashqari pomidorda yana bitta e'tiborli jihati shuki, pomidorlar mana buralib qoladi. Xuddi optodan o'zini himoya qilayotganga o'xshagan simptom barglar bundoq qiyshayib qoladi. Mana asosiy simptomlardan biri shu. Mana men olib kelib ko'rsatasan. Barglari o'zini-o'zi burab olgan. Mana bu yerda ham sal nariroqda ham ko'rsangiz, barg o'zini-o'zi himoya qilayotgandek bo'ladi quyoshdan. Demak, bu ekin hamma mahsulot, bu kasallik hamma ekin turlariga Juda ko'p ekin turlarida biz shaxsan menga ma'lum bo'lishicha, pomidorda, fasolda, loviyada, undan tashqari ayrim turdagi gullada, shu bilan birgalikda poliz ekinlarida bo'lyapti. Dukkiyliklarda bo'lyapti. Hop pomidorlarda, baqlajonlarda bo'lyapti, balg'ar qalampirlarning o'zida bo'layotgan, kuzatilayotgan holatlar shaxsan men uchun mendagi ma'lumotlar xuddi shuni tasdiqlayapti. Bir-biriga o'tib ketaveradi. Yuqish darajasi ekin turi deyarli tanlamayapti. Asomxon aka, kelib ko'rsatasiz. Mana bu yerda bodring ham bor ekan. Bodringda ham mana bu kasallik rivojlangan. O'z bodringning hosilini ko'rsangiz ham bo'ladi. O'rtalashib ketibdi. Dalaning ichidan chiqib qolgan ekan, hozir tushunishim bo'yicha. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, hammasi pastdan tepaga qarab qurishni boshlayapti. Xo'p, yana bitta mana e'tiborli jihat shuki, mana har xil yaralar paydo bo'lyapti. O'zi asosiy simptom mana shu yerda yoriqlar paydo bo'lishni boshlaydi. Mana bunda ham o'zi kuzatilayotgan ekan. Mana tanasida har xil yaralar paydo bo'lishni boshlayapti. E'tiborga molik jihati shu. Mana endi shu bilan birgalikda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana fasolda ham xuddi shunaqa holat, mana pastdan yaralar ham paydo bo'lyapti, pastdan qurishni boshlayapti, pastki barglardan. Bu bakterial rak kasalligi bo'ladi. Calavibacterium michiganensis degan bakteriya bo'ladi. Mana kamerangizni berib turasiz. Mana pastki barglardan tepaga qarab sekin qurishni boshlayapti. Buni asosan tarqalishi suvdan, shu bilan birgalikda so'ruvchi hasharotlar, kemiruvchi hasharotlar tarqatadi. Shamol yordamida tarqaladi. Keyin saqlanib qoladigan joylari o'simlik qoldiqlari bo'ladi, tuproqli bo'lib xizmat tarqatuvchi bo'lib va shu bilan birgalikda saqlab beruvchi bo'lib xizmat qilib beradi. Asomxon aka, mana soya ekilgan maydonga ham keldik. Yaqinroqdan olib ko'rsatasiz. Mana soyada ham bu kasallik tarqalib ketgan. Xo'p, mana ko'ryapsiz, pastki barglar qurishni boshlayapti. Sekin astalik bilan doim qurib qolgan barglar. Ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Tushib ketdi. Xo'p, undan tashqari e'tiborli jihati bor. Mana yara bo'lishni boshlayapti sekin-sekin. Ko'rsatadigan asosiy jihatlaridan biri shu. Xo'p, endi bu kasallikni qanaqa yengib o'tish kerak? Kurash choralari haqida aytib o'tamiz. Nisbatan endi kasallik darajasiga qarab turib, bu bakterial rak bo'lganligi uchun o'simliklar to ekilgandan tortib, ekilgandan keyin kasallik tushib qoladigan bo'lsa, to hosil pishgunigacha mana shu kasallik bilan birga yashaydi. Chunki tez tarqalib ketib qoladi. Ob-havoning noqulay sharoitlariga, injiqliklarida tez rivojlanib ketib qoladi. Undan tashqari me'yordan oshiqcha azotli o'g'itlar berib qo'yilganda o'simliklarga tez tarqalib ketadi. Bu kasallik azotli o'g'itlarni yegan o'simliklarni yaxshi ko'radi, o'zini simptomlarini tez ko'rsatadi. Xo'p, ana endi kurashayotganda nimaga e'tibor beriladi? Eng avvalo antibiotik, bakteriotsidlar beriladi, antibiotik. Bu kaziumin bo'lib hisoblanadi. Undan keyin Malham Gold bo'lib hisoblanadi. Kaziumin qaysi firmaligini bilmayman-ku, Malham Gold, Agrogold Plus firmasiniki. Xo'p,
buni tarkibida mis xloridi bilan kazugamitin ta'sir qiluvchi moddasi bor. Mana shu kazugamitin ta'sir qiluvchi modda antibiotik bo'lib hisoblanadi. Ana endi bu o'simlik ichida antibiotik hosil immunitetni shakllanishiga yordam berganimizdan keyin Benovatic kompaniyasini pseudobakterin degan biofungitsidi bor. Biologik fungitsidi bor. Mana shu fungitsidni sepiladi. Dorilarni sepish oralig'i 3-4 kunni tashkil qiladi. Eng avvalo o'sha kazumin bilan malham goldni, kazumin yoki malham goldni sepib bo'lgandan keyin 3-4 kun, 2-3-4 kun o'tkazgandan keyin pseudobakterin biofungitsidi albatta sepiladi. Pseudobakterin biofungitsidi nimaga tavsiya etiladi? Kasallik bilan to'g'ridan-to'g'ri kurash olib boradi. Ularni o'ldirib turib, ekinni sog'lomlashishiga yordam beradi. Ana endi kasallik tuzalishi, ularni tuzalayotganini, kasallik to'xtaganini qanday bilsa bo'ladi degan savol qo'yamiz. Xo'p, kasallikni to'xtashi bu mana shu sarg'ayadigan barglar pastdan tepaga qarab yurishdan to'xtaydi. Mana shu holatda o'zini holatini saqlab qoladi va o'sishda davom etadi. Mana shu kasallikni to'xtaganini simptomini beradi. Keyin yana bitta asosiy qo'shimcha aytaylik, kazumin yoki malham gold preparatlarini berganimizdan so'ng ekinlarni bu bakteriotsidlar filtrlaydi. Kerak bo'lsa o'lib ketishi mumkin bo'lgan o'simliklarni ajratib beradi, yaqqol ajratib beradi. Kasallik o'tib ketgan, bakterial kasallik o'tib ketgan o'simliklarni o'lish kerak bo'lsa o'lganini ko'rsatib beradi. Ko'pchilik dehqonlar vahimaga tushib qolishadi. O ekinlarim o'lib ketyapti deyishadi. Bu to'g'ridan-to'g'ri filtrlayotgan bo'ladi, sortirovka qilayotgan bo'ladi. Mana shuni hisobiga vahima bosib qoladi odamlarni, dehqonlarni ko'pchiligi. Bunga tayyor bo'lishsagina kasallik bilan kurashishlari kerak bo'ladi. Shu tavsiyalarimiz bo'ladi. Undan keyin o'sha malham gold va kazuminni sepishgandan keyin pseudobakterin preparatini albatta sepish shart. Sababiki bu kazumin va malham gold preparatlari nari borsa bir haftagacha o'simlikni himoya qilib beradi. Undan keyin yana kasallik tarqalishni boshlaydi. Ana endi ob-havoni injiqliklariga qanaqa qaraydi degan savolni qo'yamiz. Xo'p, ob-havoni injiqliklariga mana hozir kunlarimiz isib boryapti. Sekin astalik bilan isib mana bugun misol uchun 33 gradus o'rtacha sutkalik harorat bo'ldi. Ertaga 34, 35 bo'ldi. Mana shunaqa ko'tarilib ketgandan keyin birdaniga tushib qoladi. Mana bugun erta tongdan Toshkent viloyati Qibray tumanida, Toshkent viloyatining ayrim tumanlarda yog'ingarchilik bo'lib o'tdi. Mana shunaqa salqin haroratli havoda kasallik birdaniga o'zidan o'zi rivojlanib ketib qoladi. Shu bilan birgalikda salqin bo'lib turib birdaniga isib ketsa ham kasallik tez rivojlanib ketib qoladi. O'zini simptomlarini darhol ko'rsatishni boshlaydi. Dehqonlarimiz mana shu holatlarni muntazam ravishda kuzatib turishadi. Kasallik tez rivojlanishini oldini olishadi. Profilaktik tadbirlarni qo'llashadi. Profilaktik tadbirlar bu Benovatic kompaniyasining Argamika S preparati bo'lib hisoblanadi. Bu Bacillus amlifensis asosli biofungitsid hisoblanadi. Biofungitsid, biobakteriotsid bo'lib hisoblanadi. Mana shuni oldindan sepib qo'yish tavsiya etiladi, sababiki u profilaktik chora sifatida qo'llaniladi. Demak, bunga hech qanaqa ishlov bermaydigan bo'lsak, o'simlik oxiri qurarkanda. Ha, endi qurishi ham keyin ko'p xatoliklar nimadan iborat bo'lyapti? Ko'p xatoliklar kasallikka to'g'ri tashxis qo'ya olmaslik sababli fungitsid ishlatib qo'yishyapti. Zamburug'lik kasalliklarga qarshi fungitsidni ishlatib qo'yishyapti. Hozir men asosiy fungitsid ishlagandan keyin kasallikni to'xtatgandek bo'lib turish holatini tushuntirib beraman. O'shanga qarab turib ko'pchilik o'zi ajratib oladi. Xo'p, mana shu qaranglar, mana sarg'ayib ketyapti. Mana shu barg sarg'ayib ketyapti. Hozir mana yulib olamiz. Mana shu barg sarg'ayib ketyapti. Ko'pgina holatlarda o'layotgan tanalarga zamburug'lar tushadi. Zamburug'lar tushgandan keyin fitopatogen zamburug'lar tushadi. Zamburug'lar tushgandan keyin mana shu joyga fungitsidlar sepilganda birdaniga qurib qolib kasallikni to'xtaganini simptomini ko'rsatadigan holatlar bo'ladi. Mana shunga ko'pchilik aldanib qolyapti. Bu fungitsid bilan davolanadigan kasallik turi emas, bu bakteriotsidlar bilan davolanadigan kasallik turi bo'lib hisoblanadi. Shu bilan bugunga beradigan ma'lumotlarimiz shular. Yana bir
bu kasallik to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, kundalik shortlarimizda yoki Instagramda, reelslarimizda, storieslarimizda yoritib o'tib ketaveramiz. Ma'lumotlarni yengilliklarni bilan o'rtoqlashib boramiz. Sizlarga yana qaysi ekinlar turlari bilan, kasalliklari bilan, hasharotlar bilan qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin, savollar qoldirishingiz mumkin. Izohlarda sizlarni kutib qolamiz, savollarni.